Saodat opa, nimaga hozir bosh og'rig'i juda ham ko'p? Kim ikkita odamni bittasi gaplashsangiz boshim og'riyapti. O'zimizcha tashxis qo'yamiz. Havogammikan yoki qon bosimim oshibdimi yoki cherqanim oshibdimi deymiz. O'zi sababi nima? Bilasizmi? Bosh og'rig'ining sabablari ko'p. Chunki oldinlari men juda kam berardim bu savolni. Shikoyat. Chunki klinikamiz shikoyatlarga yechim beradigan klinika deb nom qo'yganman. Men alohida bu doktor deb o'tirmayman-da, shikoyatingni ayt, yechimingni beraman deyman. Va mana shu yerda haqiqatan siz aytgandek, bemor kelsa bittasi albatta boshim og'riydi deyapti. Bosh og'ridi dedimi? Biz albatta ularda birinchi qon quyuq suyuq ko'ramiz. Shamollash yo'qmi? Chunki hozirgi virusni shamollash bosh og'rig'i bilan kelyapti. Chunki oldinlari mana gripp bo'lsa qon suyulib ketardi. Hozirgi virus shamollashda qon quyilib ketyapti. Qon quyilishini hisobidan bosh og'rig'i beryapti. Keyingisi bizda rivojlanyapmiz. Kechqurun 10 dan keyin uxlasa yana ham bosh og'rig'i beryapti. Birinchi o'rinda aytaman, uyqungiz nechida deb so'rayman. Agar u 10 gacha uxladim desa, boshqa kasallikni izlayman. Agar kecha soat 2 da uxladim desa, siz menga suvingizni to'g'rilang, suv balansingizni, uyqu rejimingizni to'g'rilang deyman va qonda shamollash yo'qmi? Shamollash virusni emasmi degan analiz olaman. Agar u virusni deydigan bo'lsa, ha, sizda virusni shamollash ketdi deb, albatta peshob tahlilini ko'raman, qolgan tahlillarni ko'rib, unga shamollashga qarshi davo bersam tuzalib ketyapti. Demak, hozir sezonni bo'lgancha o'sha uchun mengitni ana ko'raylik deb yotdi. Chunki hozirgi yangi virusni shamollash bosh bilan kelib turibdi. Ya'ni qon quyuqlashishi bilan kelyapti. Ana shu uchun biz vrachlar bunga e'tibor beryapmiz. O'zlaringizda agar o'zlarida bo'ladigan bo'lsa, albatta buni ketiga tushish kerak. Uyqu rejimi bilan suv balansini to'g'irlash kerak. Yana og'riyversa, mutaxassisga borish kerak bo'ladi.